Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qarang, tuxumni kattaligini mana qarang. Odamning qo'li, men qo'lim o'zi kichkina emas, sig'mayapti. Bu tuxumlar kimniki deysiz? Albatta tovuqniki, Strausniki emas, lekin bu tuxumlar men hozir Navoiy viloyatidaman, Yulduz Usmonovaga tegishli mana katta tovuq fabrikasi. Ko'rsating iltimos Umid aka, mana qarang. Juda ham katta. Biz hozir yo'lda o'tib ketayotgandik va bizdan taklif qilishdi. Men buni internetda ko'rganimda 1 minutga kiramiz. Shahzod, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, siz ham. Ismlari kim? Mushot aka. Mana tuxum. Bu Yulduz Usmonovani fabrikasi. Men qoyil qoldim. Nimaga qoyil qoldim? Bilasizmi yigitlar? San'atkorlarimiz ko'pi internetga chiqishadi, mashinalarini ko'rsatishadi, uyini ko'rsatishadi. Men uni juda qarshi bo'laman doim. Biz baribir kamtaroq bo'lishimiz kerak, lekin Yulduz Usmonova topgan pulini xalqiga qaytaryapti ekanda, to'g'rimi? Biznes, bu tovuq biznesi oson emas. Keling, qancha tovuq bor bizda bugungi kunda? 82 ming bor. 82 ming tovuq bor. Bir kunda demak, qancha tuxum chiqadi? 72 mingta. 72 ming tuxum. Bozoringlar qayerga ketyapti? Asosan Navoiy ichki bozoriga ketadi. Toshkent, Samarqand, Nukus, Surxondaryo. Tovuqlar bunaqa tuxum qo'yish uchun normal ovqat yeyish kerak edi. Nimalar beryapsiz tovuqlarga? Sal qattiqroq gapirasiz. Maxsus vitaminlari bor, sammiti. Soya bo'ladi, to'g'rimi? Soya, bug'doy, jo'xori. Mana e'tibor bering, qaranglar kattaligini, qarang chiroyliligini. Bu tuxumlar bir kun o'zi sotaverasizlarmi yo 2-3 kun turadimi? Klientlarning anaqasiga qaraymiz.